ko'rishingiz mumkin. Juda simlari achinarli holatda erib, yonib, chaqich bo'lib ketgan simlar mana. Ikkita ran simlari ham erib ketgan. Bu mashinadan ponni full variantda yig'ib ishlatib beramiz. Mana motorni yatsaklan holatini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa bitgan holatlarni qo'yamiz, hamki pavorotnilar qo'yamiz, oldi faralarni alishtiramiz. Ponni bu 0.2 xudo xolisa full variantda ishlatib beramiz. Orqa faralarni simlari o'tgan joyini ko'rishingiz mumkin mana. Erib ketgan, yonib bor mana simlar. Holatini ko'rib olinglar, bitgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Orqa faralarni qo'yib, hamma lampochkalarni ichiga yechib, bitta bunaqa payat qilyapti lampochkalar, promoy qilib. Chunki o'yingizgina orqa patrollari chirib ketgan ichidagilar hamlari. To'k o'tmaylarni chiryapti. Shuning uchun mana tayyor holati, mana orqasidan simlar chiqarib, akkuratni qilib o'tib xolisa mana ochib qilyapti. Mana asosiy zamiganning katta joylaridan topdik mana. O'rtasiga samorizor qo'yishgan mana sim o'rtasiga. Bu sim ponni tutab erigan mana holatida mana. Mana simlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Bularni ochib hozir xudo xolisa akkuratni qilib to'g'rilaymiz. Hamda erigan joylari bor. Lekin orqa patfanli farali zamigat qo'yapti. Asosiy sabablari shu samorizor urishgan mana. O'rtasida mana. Mana samorizor urgan o'rtasida mana. Buni ochib, qilamiz o'sha salon ichlari bo'lyapti xudo xolisa. Orqa taraflari faralari bo'ldi. Mana buni tegidi simlarini ham to'g'rilaymiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, hammasini gufri bor. Akkuratni bo'lyapti ishlamani, hammasini gufriga kiyg'izib, ideal holatda qilib qo'ydik xudo xolisa. Orqa faralarini yig'ib, hamma cho'tki bo'lyapti, ishlab bo'lyapti xudo xolisa. Mashinani olib oldik mo'ykaga, tekinga yuvib beramiz. To'g'ri ish vosita tekinga, faqat bizda ponni full variantda remont qildirsanglar, mashinalarni tekinga yuvib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor ekanligi uchun. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashinani ponni full variantda yig'ib berdik. Ko'rsatib o'tamiz. Signallarni ishlaydigan qilib berdik. Motorni yig'ib berdik. Ketgan simlarni alishtirib berdik. Mashinamizda mana talpetkalargacha boshqa qo'yib berdik. Mana pavorotlar yonib o'chyapti. Patfaniylar ishlayapti mana, dannilargacha yonyapti, tablolar yonyapti, signallar ishlayapti, dvornilar ishlayapti. Talpetkalarni qo'ydik. Salonni shuni ochsanglar, salon asosiylar yonadigan bo'ldi. Bu mashinamizda mana orqa faralar yonyapti, patfaniylar yonyapti, tormozlar ishlaydi. Bu shuni ochsang mana salon asosiyasi yonadi. Barcha o'yinlarni ustuna qo'yib berdik, oynalar singan ekan. Mana motorni yatsak holatini ko'rishingiz mumkin, kelgan holati bilan hozirgi bitgan holatini bemalol ko'rishingiz mumkin. Kremalargacha boshqa qo'yib qo'ydik. Mana ikkita reyli, danni bilishning faraga sulinli qilingan, starterga bitta reyli qo'yilgan, mana generator reylisi 7 zipga. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa yetasizlar, akkuratni sifatli qilib elektromontajini ponni full variantda ishlatib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bu videoni shunaqa 02 bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.